Va bu aromatlar hozirgi paytda, ya'ni bahorda sepsanglar, hidi uzun bo'lib boradi. Chunki shleyfi zo'r. U 10 metr, 20 metrgacha hidi boradi. Bahorga top 5 ta aromat, shleyfi uzun va stoykisi ko'p bo'lgan aromatlar. Ham erkaklar, ham ayollar uchun. Stoykisi va shleyfi juda ham zo'r bo'lgan aromatlardan bittasi. Tilia Marc Antonio Barro'dan hidi, shirin hidni yaxshi ko'ruvchilar uchun juda ham zo'r. Ham erkaklar, ham ayollar ishlatsa bo'ladi. Tavsiya qilamiz. Stoykisi, shleyfi juda ham zo'r. Keyingi aromat. Xnilo'dan Blue Talisman hidi juda ham zo'r, meva va shirin hidlar beruvchi aromatlardan bittasi. O'zinglarni roskoshniy villada yurgandek his qilmoqchi bo'lsanglar, shu aromatni tavsiya qilamiz. Molekula 020 ko'pchilikni hissiyotlar uyg'otadigan aromat deb so'rashadi. Molekula 020 shu aromatlardan bittasi hisoblanadi. Buni ham tavsiya qilamiz. Molekula 020 ni ukasi 05 men o'zim sepib yuraman hozir, juda ham zo'r va juda ham ko'p kompliment, otziv beradigan aromatlardan bittasi. Molekula 05. Keyingisi Bo Imperial Addiction Collector, ya'ni eski variantidan bo'lib stoykiroq, bu o'li sochniroq qilingan, juda ham hidi zo'r va stoykisi, shleyfi juda ham zo'r. Bizda butuni ham, raspivka ham olsanglar bo'ladi. Hamma aromatlarimizni 5 yoki 10 mg ni olib ko'rsanglar, ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Ham ayollar, ham erkaklar bemalol sepsa bo'ladi va bu aromatlar hozirgi paytda, ya'ni bahorda sepsanglar, hidi uzun bo'lib boradi. Chunki shleyfi zo'r. U 10 metr, 20 metrgacha hidi boradi.